boy aka, siz menga har doim telefon qilasiz. Arzon uchastka bormi? 3 sotik, 3,5 sotik, 4 sotik. Cho'ntak bob deb. Men sizga shunaqa cho'ntak bob Ulug'obodda uchastka topib qo'ydim. Ulug'obodda sentrda, maktabning yonida, mana shu orqamda ko'rib turgan 3,7 sotik kadastri bor uchastkamiz sotuvga qo'yilyapti. Mana hozir kirib kelish. Mana bu yerda zibrosi bor. Ertaga o'zlari mana yopilgan hozir. Mos qilib o'tilgan joy qilingan. Sal nariroqdan o'zlarining ertaga ustini yopib zibrosda darvoza qislanib bo'ladi. Hozir endi bu yerda o't olomon sebabsiz biz sizlarga unaqa to'liq ko'rsata olmaymiz. Loyihasini, proyektini tepadan ko'rsatib yuboramiz, чтобы sizlar tushunishlaring uchun. Boy aka buni borki, sizga har doim buni puli qiziq bo'lgan. 3,7 sotik arzimagan pul so'rayapti. Arzimagan. 11 ming dollar ishni sanasin deyapti aka deyapti. Nakimet nomiga o'tkazib beraman deb bilganini qilsin deyapti. Xolasa molxona, xolasa qo'yxona, xolasa uy qurib yashashsin, xolasa qasr quribsin deyapti. Mana shu buzilib yotgan binolarning kadastr hujjatida bor. Mana shu joy. Bu to'rt burchak emas, ozgina loyihasida ozgina qiyshiq ketgan kadastri. Uni ko'rsatib o'tib ketamiz dokumenti bilan. Buni chegarasi mana shu, mana qum turibdi-ku, mana. Mana shunaqacha chegarasi bor. Bu qo'shniga o'tib qolyapti prosta. Mana shunaqacha chegara ularniki. Mana bu tomon to'liq уже mana shu alohida kadastri bor buni. 3,7 sotik umumiy maydon, Ulug'obod manzil. Ulug'obod sentri 11 ming dollar so'raladi. Pastda o'z raqamni qoldiraman boy aka. Menga bitta telefon qilsangiz men sizga olib ko'rsataman joyda. Agar sizga joy ma'qul keladigan bo'lsa, uyda egasi bilan gaplashtirib, baraka qilib borib turib, o'z qasrlaringizni qurib tashlasangiz bo'laveradi.